Menga dildor yor eding bir vaqtlari, mehribon, g'amxo'r eding bir vaqtlari. Qahr etarsan har so'zing ming e'tiroz, ishqingga iqror eding bir vaqtlari. O'zbek she'riyati olamining yirik namoyandalaridan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir, tarjimon Matnazar Abdulhakim agar hayot bo'lganlarida 78 yoshni qarshi olgan bo'lar edi. Matnazar Abdulhakim ijodi davomida ko'pincha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan she'rlarni ijod qildi. Ushbu siz ko'rib turgan ustozga ehtirom haykali O'zbekistonimizning so'lib va munavvar go'shalaridan biri bo'lgan Ellikqal'a markazi Bo'ston shahrida joylashgan va aynan Matnazar Abdulhakimning ustoz o'qituvchiga bag'ishlangan she'ri asosida qurilgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, Matnazar Abdulhakimga o'xshagan yozuvchi shoirlar o'zlarining mangulikka daxldor she'rlari bilan xalqimiz qalbida mangu yashaydi.